Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda shunday so'zlar aytadi: A'udhu billahi minash-shaytonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Agarda biror musibat, agarda bir baxtsizlik, bir og'irlik kelsa, u Allohning amri boshqa kelmasdi. Ya'ni agarda bir og'irlik keldi ekan, demak Alloh subhanahu wa ta'ala uni yozdi. Albatta turmushda bo'lganda biz turishga tiyish biz og'irlikka ilakmasga. Allohdan so'raga bu dunyoda da yengillik, kelajakda da yengillik. Bu dunyoda da rahat bo'lsin, yengil bo'lsin, kelajakda da oxiratda da jannatga kirgan yengil kirgan bo'lsin, nasib bo'lsin. Lekin shuluq ravishda agarda biz tirishdik, butun sabab qildik ul og'irlikka ilakmasga, lekin ul og'irlikka ilakdik, ul og'irlikni qabul etish kerak. Chunki illa bi iznillah. Allohning amri boshqa ul bizga kelmas. Demak, agarda Alloh taolo bizga og'irlikni yozdi ekan, demak u bizga xayrli. Chunki biz umuman butun jamiyatimizda, butun yer sharinda, butun tabiatda bo'lgan hollarni bilib bitira olmaymiz. Demak, bu bizga xayrli bo'ldi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizni eng qoti yaratgan zot. Alloh biz aniyatchilari bizni yaratmay, nidina kishi bo'lmasin, Alloh da bizni yaratmay, shunday darajada bizni bir Alloh taolo o'zi yaratadi. Bir kishida onun muhabbat darajasida yeta olmaydi. Bizga qarata har biri bizga-da. Hamda shu Alloh subhanahu va taolo bizga o'g'irlikni jibardi ekan, uni qabul etish kerak. Demak, onlarda xayrli narsa bor. Bu dunyo uchun ham oxiratda. Bir nima bor, bir shartma bor. Ihfazillah yahfazuk. Bu hadis turida biz ko'p so'zlashamiz. Allohni saqla, Alloh subhanahu va taolo seni saqlar. Ya'ni turmushingda Alloh subhanahu va taolo qo'shgancha yasha. U og'irlik keluvdan qaramasdan. Ham u og'irlik senga igilik bo'lib qaytar. Bu dunyoda da ham albatta oxiratda. Ham shu og'irlik kelgach albatta izlarga yo'llarni kerak. Ne uchun? U og'irlikdan chiqarga. Bizga kerak, onlarda da savob bo'lacak. Agarda sen Alloh rizoligi uchun durust niyat bilan ishlasan, tirishsan. Va ma yu'min billahi yahdi qalba. Agarda kishi iymon keltirdi ekan, Allohga chin ko'ngildan ishondi ekan, ishonar ekan, shu bilan yashar ekan, demak Alloh taolo yuragin turg'a ko'ndir, nig'atir. Ya'ni bu kishi bu dunyoda bo'lganda og'irlik kelsinmi, yengillik kelsinmi, baxt kelsinmi, baxtsizlik kelsinmi, baribir Alloh qo'shgancha yashash, chunki u ixlos ko'ngildan Allohga ishondi, ham Alloh taolo uning yuragini nig'atdi. Esga tushsam Yusuf alayhisalom qissasin. Yusuf alayhisalom zina qilmadi ne uchun? Chunki Alloh taolo uni saqladi. Payg'ambar bo'lna qaramasdan Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi, u onani ishadi, u xotin qizga ishadi emas. Ham albatta Yusuf alayhisalomga u xotin qiz ishadi. Ya'ni matur idlar ikkisida. Lekin kim saqladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi saqladi. Bu dunyoda da agarda biz durust yoqdan anglasak, Allohga chin qo'ldan ishonsak, shuni anglar kerak, Alloh subhanahu va taolo bizni saqlaydi. Narsadan? Gunohlardan. Chunki agarda seni Alloh taolo yarata, demak gunohlardan yiroq qiladi seni. Lekin agarda Alloh taolo sendan yiroq ekan, seni yiroqaysan ekan, demak sen yonda bo'lacak gunoh qiluvchilar, ham albatta sen gunoh yonda bo'lacaqsan. Mana bu jamoat Allohning yiroq bo'luna bir sifat deb aytdik. Ham agarda sen yonda yaxshi kishilar bo'lsa, solih kishi bo'lsa, sen izirlikda bo'lsan, gunohlardan yiroq bo'lsan, shuni bil, Alloh subhanahu va taolo seni yaratdi, ham sen Allohga yaqinayasan. Nindigina maddi haling bo'lmasin. Balki oqshong yo'qdir, balki nasada yo'qdir, lekin agarda sen izgilikda, ham sen yonida izgi yaxshi solih bandalar bo'lsa, demak alhamdulillah sen durust yo'lda, to'g'ri yo'lda borasan. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo yordami bilan. Vallohu bi kulli shay'in alim, ham Alloh taolo bitinsini biladi. Mana bu qardoshlarım so'zlar, Alloh taolo bitinsini biladigan so'zlar, biz uni ishtabizdan bilab shu. Lekin shuluq ravishda o'ylab qarag'iz. Narsa sening bilan bo'lmasin. Nindina sen amal qilma. Ko'rishingda bilmasa, xotiningda bilmasa, bolangda bilmasa, uni Alloh subhanahu va taolo biladi. Qo'yg'irma. Agar senga qarata adilsiz ish qildilar ekan, qo'yg'irma, Alloh taolo uni biladi. Agarda sen izgilik qo'shib ishlading ekan, faqat Alloh rizoligi uchun bir kun bilmasin, bir kun ko'rmasin, bil shuni Alloh taolo uni biladi. Ham bizda Allohdan boshqa bir kishi kerakmi-da? Ham Alloh subhanahu va taolo davom etadi bizga turli ko'rsatadi. Nechta durust ishlarga bu dunyoga qarata va oxiratga qarata. Va ati'ulloh va ati'ur rasul. Allohga itoat et, hamma narsani payg'ambarimizga itoat et. Lekin shuluq ravishda agarda kimdir aytsa, "Amin o'z bilan o'z yo'limni, o'zimcha yashayim." Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina balagul mubin. Agarda siz bo'lsangiz, biz sizga muhtoj tugul. Siz muhtoj Allohga,
Siz muhtaç kanunlarga, siz muhtaç, o sizga kerak. Fain tavallaytum, agarda siz burulsangiz, pожалуйста, birindi problema yo'q. Bizning payg'ambarimiz ismida faqatgina sizga ma'lumot beru, yo'l ko'rsatuvgina. To'yga ko'ndirishi Alloh subhanahu o'zigina. Shunaqa sen so'ra, u senga kerak. Payg'ambarga kerakmi? Allohga kerakmi? Alloh anara muhtoj tugul. U senga kerak turib. U senga og'irlik kelganda durust ishlashing kerak. Chunki u agarda durust ishlasan, Alloh rizo bo'lsin deb ishlasan, haqiqiy durust so'zlar aytsan, amal qilsan, u senga qiyomat kunida tugul, bu dunyoda egil bo'lib qayta. Shunaqa bizda bor Qur'oni Karimda. Qur'oni Karim butun kishilar uchun. Iymoni bo'lsa-da, iymoni bo'lmasa-da, ular butunsi uchun. Agarda iymoni bo'lmagan kishida Alloh qo'shgancha ishlasa, bu dunyoda bo'lsa-da, u bu dunyoda baxtli bo'lacak. Mana bu haqiqat. Agarda endi durust ishlamasa, kirsincha o'zicha ishlasa, u kirsincha zolimlik, buzuqlik bo'lib qayta onlara o'zgada, o'zinada ham jamiyatga, u yashagan jamiyatga. Ham Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'oni Karimda At-Ta'amun surasi 11-13 oyatga hadib 13-oyatida aytadi: Allohu la ilaha illahu. Mana narsa nasin ishlama. Qo'ydan nasin bo'lma. Bu hadis so'zlar. Biz aytamiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Tahara oldin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Lekin o'ylab qarag'iz. Bunda Alloh dedi. La ilaha illahu. Alloh bir. Allohdan boshqa iloh yo'q. Narsa nasin ishlama, nindingni amal qilma. Baribir Alloh bir. Bu dunyoga qarata, oxiratga qarata, butun Alloh yaratgan narsaga qarata, u birgina, boshqa yo'q. Boshqa zotga yig'ira olmaysan. Shaytonga yig'irsang-da, shayton yolg'onchi u. U iloh tugul. U maxluq. Bir shekilli faqat jinmaydi u. Alloh darajasida. Andiy quvvat, andiy marhamatlik, andiy muhabbat, andiy daraja, andiy kuch-quvvat. Faqat Alloh subhanahu o'zigina bir. La ilaha illahu. Va ala Allohi falyatawakkalul mu'minun. Ham haqiqiy ravishda taqvo bo'lgan kishilar, mu'min bo'lgan kishilar faqat Allohga tavakkal qiladilar. Chunki akimga tavakkal qilarga. Ko'rishingami? Aningami, atingami? Bugun inson ertaga vafot. Bolangami? Ertaga tashlarga mumkin. Bunlargami, tiginlargami? Yo'q endi. Kishi nindingina yaxshi bo'lmasin, senga qarata bolangni aniyating bo'lsinmi, u baribir zaif. Bir zaif tugul, u Alloh subhanahu va taolo o'zi. Hamda agarda shulay yashasin, tirishsan, shuni bilib, shuni bilan yashab, yuragingda sinib yashasan buni bilan, Alloh taolo surasida aytadi: "Vallazina amanu va amilus solihati fi rawdatil jannat." Agarda kim iymon keltirdi, izgilik qildi, Alloh jannatning bog'chalarida deydi. Bug'una tugul. Jannatda tugul. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Allohga de, narsa tililar, Robbilari yonida shul bo'lacak deydi. Narsa tililar bir yoq, ikkinchi yoqda Robbing yonida. Umr bo'yi Allohga ibodat qilding, ko'rmading Allohni, anda ko'rasan. Robbing yonida sen narsa tilaysan shul bo'lacak. Alloh taolo eng yumart. Andi yumart darajasini biz bilmaymiz. Agarda biz birozdan bo'lsa-da yumartligini anglasak, biz hech namozdan chiqmaycha, yoki duo qilmaycha yurmaylik. Biz gul duo qilarik. 100% Alloh taolo beradi deb yurar edik. Chunki shunday darajada Alloh taolo yumart. Hatto biz tilagan narsa tugul, bundan üstten de ko'proq beruvchi Alloh subhanahu va taolo. Shuning Alloh taolo, qardoshlarim, bizga har birimizga da shu jannat ahllaridan bo'lishga nasib etsin. Chunki zalika huval fadlul azim. Haqiqatda de Alloh taolo shu oyatning oxirida u zo'r fazilat. Mana biz zo'r fazilat deb aytamizda, biz albatta bu dunyodan fikr yuritamiz. Na bu dunyo tayanib, bu bit oxirat ravishida. Bu haqiqiy ravishda zo'r fazilat. Biz uni anglab bitira olmaymiz. Butun g'alam ustida, butun bo'lgan kishilar orasida bu zo'r fazilat qiyomat kuni bo'lacak. Alloh taolo har birimizga da shul darajada bo'lgan fazilatli kishilardan bo'larga har birimizga da nasib etsa, ham albatta bolalarimiz, xotinlarimiz, yaqinlarimiz shul darajada bo'lsalar. Subhanakallohumma bihamdik, la ilaha illa anta astag'firuka va atubu